mumkin. Nozik joylaringni bilaman. Muhtaram buni hech kim bilmasa. İsmim Taksir. Men bilsang kerak, men Peterman. Seni yaxshi bilaman. Ha. Otang bilan birga ishlayapmiz, Venom. O meni otam emas. Ular menga hech kim bo'lmaydi. G'azabingni ichingga yut. Sen bizlar tomonda kurashishing kerak. Mana shunaqa jiddiy deb o'ylayapsanmi? Qara, sen bilan kelishamiz. Men senga qarnash beraman. Uni xohlasang yeysan, xohlasang o'zing asrab qo'ysan. Hozirroq bermamasam seni o'ldiraman. Qo'lingdan kelmaydi. Bu gaping ham to'g'ri, men Sen bilan kelishamiz. Sen bizga yordam bersan, senga biz yordam beramiz. Menga sanlar yordaming kerak emas. Seni mukammal qilamiz. Qarnashdan, Venomdan hammadan kuchli bo'lasan. Men shunday ham kuchliman. Aniqmi? Olovdan qo'rqasan, nozik joylaring bor. Bu nozik joylarni yo'qotib olamisanmi? Xohlayman. Unda bizga yordaming kerak bo'ladi sana. Biz ham senga yordam beramiz. Qanaqa yordam kerak senga? Qara. Bizga mana men kiyimni yechib qo'ydim. Seni o'ldirish xohlamaymiz. Sen bizga o'zimizni dushmanlarimizni tutishga yordam bersan, biz senga kuchayishingga yordam beramiz. Sen xohlagan insonlarni, ya'ni simbiotlarni tutib beramiz. Va do'stimni Peter 2ni asrashga va'da berasan. Nima uchun? Bunda menga nima naf? Chunki biz seni hayoting saqlab qoldik va seni yashashing uchun imkoniyat beryapmiz. Sen tanasiz yasha olmaysan. Seni hozirdayoq bo'g'izlab tashlagim kelyapti, ishon. Mana shu tirnoqlarim bilan yo'q qilib, parcha-parchaga bo'lib tashlagim kelyapti. Sen hech qaysi odam o'ldirgani yo'q. Demak, sen yaxshisan. Sen bilaman, qorning och. Mana bu qo'shlarni yeb ol. Nima deysan kelishuvga? O'ylab ko'rishim kerak. Hozir esa yaqinlashib o'tirgan. Qayerda chiqib ketadi u yerda? Odamlarni yom tortsan. Nima bo'ldi? Gaplashaymi? Gaplashdim. Kechirimani sezmadim, to'g'risi. Javobini sendan aytadi. Nima? Ha, nimadir desa menga aytgan. Biz u bilan hozir kelishdik. U ha yoki yo'q deyish kerak. Tanlash imkoniyati bor bunda. Hozir gapira oladimi? Albatta ha. U gapiryapti. Eshityapsanmi? Eshitdingmi? Yo'q, sen eshitsan faqat. Shunchalik darajada jiddiyligini bilganimda masaga yopishib o'tirmasdim. Balki bu chinda deganing o'zingdirsan. Yo'q. Men eng kuchlisiman. Kuchligingni ko'rdim seni. Hozir to's yo'q, seni yo'q qilishim mumkin. Yo'q qilasan. Oldimda olovli odam turibdi, nima qilasan? Men o'sha biz bilan kelishdik. Nimaga? Javobi nima bo'ldi? Javobi nima? Albatta yo'q. Hali meni javobini bermayman. U aytayaptiki, ha. Bo'ldi, mayli. Men senga yo'q dedim. Biz ha dedik. Yaxshi. Albatta. Juda ham zo'r. Men senga yo'q dedim-ku.
Sen ha deding, sen ha deding, bo'ldi, sen ha deding. Men hali o'ylab ko'rishim kerak. O'ylab ko'rishim kerak. Qara, olovga to'shga chidamli bo'lish olasan? Albatta. Oh. Senga qara, 10 sekund vaqt beraman. Javobingni ayt hozir. Bizning javobimiz albatta. O'ylab ko'rishim kerak. Jim tur. Albatta. O'ylab ko'rishim kerak dedim. Jim tur. Albatta ha. O'zi gapirsan. Peter. Rahmat. Mani javobim. Mayli, men roziman. Bo'lar ekan u. Seni yaxshigina qulayliklar yaratamiz. Va qara, mana shartlarim bor, odamlarni yeyish taqiqlanadi. Faqat yovuzlarni yeyishim mumkin. Odamlarni yeyish, ular mani jihovni buzsa, bordiriga qarab o'tirmayman. Shunchaki olaman deb bo'g'izlab tashlayman. Kerak. Qachonki keyin men ruxsat bersam. Menimcha gap tushunarli bo'ldi senga. Gap tushunarlimi? Odam yeyish kerak emas, faqatgina yovuzlarda. Xo'p, mayli. Bo'ldi, u rozi. Buyur. O, zo'r narsa ekan bu. Oy. Bunga yomon ta'sir qildi. Salom bilan o'ynashyapsizlarmi? Yo'q, hech kim o'ynashmayapti. Bo'pti, mayli, biz ketdik. Rahmat. Hoy, Peter. O, Uzoq ketma. O'zing nazorat qila olmay qolishing mumkin. yo, mana men bilan isming nima edi? Taksini chiqar. Taksini chiqarib oling. Ha, chiqarib turgin. Chiq. Taksin, menga va'da berishing kerak. Nimaga va'da berishim kerak? Nima uchun senga va'da berishim kerak? Sen menga kim bo'lsan? Nima uchun men senga ishonishim kerak? Do'stimni himoya qilishga Chiqib va ketdi. uni Nima deganing o'zi? O, chiq. Alo. chaqir yana. Nima yana? Va'da berishing kerak. Nima uchun ekan? Mayli, xo'p. O'zini chiqar, o'zidan ishimga otdi. Oy, achindisan? Peter. Chiyib ketyapman. Men senga ha dedim-ku. Balki bas qilarsan. Mayli. Bo'ldi. Har kuni laboratoriyaga kelib turgan va menga DNKni berishing kerak. DNK'mga qo'lingni uchini tekkizma. Olov ichidan ne bo'lish xohlaysanmi? Menga shu narsang kerak. Maylimi? Bo'ldi, boraqa Peter. Mani ismim Peter emas, mani ismim Taksi. Men o'zimni do'stimga aytdim. Javob beraman hamma narsani. Ha, sig'mayapman. Nima yapgan bo'lsang, seni shart qilmasdi. Hoy, Nima deysan? uzoq ketib qolma. Va'da berganingni unutma. Xo'p. Boraqa. Va qara, qaytishingda chop kel. Nima olib kel?